Aka ishonadi, $600 aka. Yo, ozgina o't berasan, ukam $600 qattiqlik qilma, ko'zingga nima qildi? Aka burdilar, aka bursanlar. Yomon sopdilar-ya. Ondan bitta urganlar menimcha. Veroniga, Petro, Toshbiga, Itfoga. Mana qara, nima ish qilasan o'zi? Men aka belchilik qilaman, avtobus kanatlik qilaman. Bo'l, necha pul aytsan buni, ukam? Kelishtirib aytur, mayli. Ko'p so'ramayman, $50 o't berasan. 580 aka. Qattiqlik qilma, ukam, $500 o't ber. Qattiq aka, men qarang, bu yo'q ko'zim ko'karadi. Agar hozir uni 600 sotmasam, bu yo'q ham ko'karadi. Aka aytdilar. Ya, ma'qul ko'taryapman senga. Endi akang seni urmasalar kerak, ukam. Qaysi aka o'zini ukasini uradi? Va aka, men aka shunaqa ururlar faqat. $50 o't berasan. Aka 570 beraman. Jonim, karibkasi yo'q deyapsan. Men senga ishonmayman. Yaxshi bola bo'lganing uchun olma, ukam. O'zing pasportlarimni beraman deganing uchun olma. Hatto o'zi bez karibka olmayman o'zi. 570 bersa aka, men qarang aka. Ukam $20 talashma, ukam. Qachondir ko'rishib qolamiz sen bilan. Yaxshi bolaga o'xshaysan, 50 ga o'tdi menga baraka. 550 gami? Ha. Bo'ldi, bor. Rozimisan? Va qizi, ketdi. Ya qizlarga gap otma. Rozimisan? Odam yurish kerak. 550 mi? Ha. Baraka, aka. Ukam, xo'p.